Assalamu alaykum hörmətli dostlar, mənglarni kimish vaqtыңlar xeyirlik bolsun. Sifət tekshirishni avtomatlashtirish dərsimizdenki yangi qismiga xush kelibsizlar. Bugünkü dərsimizdə bolsa, biz aldınqı dərsimizdenki davamını öyrənib ötümüz. Hem de aldınqı dərsimizdə biz şu meyven bilen tanışıp ötkendik. Bugünkü dərsimizdə bolsa, biz aldınqı dərsimizdenki davamını öyrənib ötümüz. Hem de aldınqı dərsimizdə biz şu meyven haqqında dəstləbki seviyəni, yani dəstləbdə meyven degan nima, onundaki archetype degan nima, meyvendeki pom XML degan nima deganlarni öyrənib ötkendik. Bugünkü dərsimizdə bolsa, şu dərsimizdeki davamını öyrənib ötümüz. Hem de bugünkü dərsimizdə bolsa, şu dependency degan nima, dependency'larni qanday quramiz, shularni bir ko'rib o'taylik. Hem de biz aldınqı dərslərimizdə miyada biz driver degan bir sınıfdan birini kurup ötkendik. Bu driver degan sınıfdan da bu driver degan sınıf şu bizninki web driverni qurish uchun yordam qildi. Hem de bunun da qaraydigan bolsak nelar bor degan vaqtida biz bu yerda şu driverdan birini kurup aldık, yani iniqlab aldık. Andan keyin bir method kurduk. Andan bu methodda mishada bu browser ismini berip, yani tor ko'rgazgich ismini berip, şu tor ko'rgazgich ismi mesela Chrome bo'lib qolsa, system set property, andan keyin driverda driver andan keyin new Chrome driver degan objektdan birini qurdik. Firefox bo'lib qolsa, Firefox degan driverdan birini, objektdan birini quratdik-da. Andan keyin bu yerda ma ishlarni qildik. Endi bu yerda biz web driverni yoki Chrome driver yoki Gecko driver, Opera driver degan mushulni Google'dan tushagan. Hamda buningki tushamaymi bu ishlarni qila olamdik. Shularni ko'rib o'tamiz. Andan keyin Seleniumni masalan tushadik-da, tushirib shu projektninki nimasidan projectninki xoslig'iga kirib propertiesdan qilib bo'lgandan keyin bu yerda Java build path'dan libraries'dan shu Seleniumni qo'shdik-da. Hamda bu yerda jar widgetini qo'shdik. Shu jar widgetini external jar qilmay turibmi buni qilib bo'lamdi, shundan qarab o'tamiz. Hamda Maven'ninki shu alayliklardan biri shu sirtdagi shu jar widgetlarni biz bevosita kompyuterga tushamay, shu dependencies tushirish orqali, dependenciesni yozish orqali andan keyin shularni ishlatalaymiz. Bu shu Maven projectninki alayliklardan birisi. Hamda buni qanday qilamiz degan vaqtida biz driver degan sinfni bizniki Maven project deganimizga qurib qilaylik. Bu yerda qarasak driver degan bor ekan, undan biz kodimizni ko'chirib olaylik. Ko'chirib elib bu yerga chaplaylik, chapildik. Andan keyin qolgan betlarni o'chirib o'taylik. Hamda hozir bizda ko'chasak bu yerda qaraydigan bo'lsak nurg'un xatolik yuz berdi. Org checkit OpenQA degandan Seleniumni topolmadik deb shunda deydi-da. Chunki biz bu Seleniumni yangi qurgan projektimizga tushamadik. Con projectda botdi. Bu properties qaraydigan bo'lsak, bu yerda add jar qilib library qo'shgan. Ammo bu yerga Maven projectniki qo'shmadik. Buningga yana qo'shish uchun propertiesdan library qilib shu Seleniumni bir şeydan qo'shishimiz kerak. Hamda bu jarayonni biz oldingi darslarimizda o'rganib o'tgandik. Hamda buni qo'shmaymi qanday qila olamiz degan vaqtida bu yerda pomning ichiga biz shu dependencies qurish orqali dependenciesni yozib, undan keyin dependenciesda har xil kichik dependency'lar bo'ldi. Ya'ni cho'ng bir dependencies deganning ichida, tagning ichida har xil dependency'lar bo'ldi. Biz shu dependency'larni yozish orqali tayyor shu Seleniumni sirtdan o'qitib akiralaymiz. Endi buni qanday yozamiz deganda, avval bu dependencies degan tagning ichida bo'ldi-da. Bu tagning ichiga biz ondan har xil dependency'larni yoza olamiz.
Endi biz şu dependency'larni nereden alamiz deganda MVN repository deb bir torbat bor. Shu yerda biz şu dependency'larni shu yerdan ola olamiz. Endi bu Google'ga kirayli avval biz. Google'ga kirib, Google kirgandan keyin biz bu yerga MVN repository deb bassak, MVN repository deb miyada bir torbat açıldı. Endi biz şu torbatda şu Maven dependency'larni biz mishadin ala alaymiz. Endi biz avval Seleniumga ehtiyojligimiz var. Chunki hozir bizda Selenium miyada xatolik berdi. Şuna biz Seleniumni izlashimiz kerak. Bu yerga Selenium deb izlasak, mana Seleniumninki har xil dependency'lar chiqadi. Masalan, Selenium Java, Selenium API, Selenium Server degandek. Endi biz Selenium Javaga kirib qaraydigan bo'lsak, bu yerda shu Selenium Javaninki har xil dependency'lari chiqadi. Masalan, license, category, web testing, tags testing deydi. Andan keyin bu yerda qanchalik odam tarafidan ishlatgan degandek. Endi bu yerda buningki nashrlari bor. Qaraydigan bo'lsak, hozir 4.0 chekit x deydi. X degani o'sha o'zgarib manglayotganda hozir qaraydigan bo'lsak, alfa nimsidagi alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, 5, 6, 7 gacha bor ekan. Endi muqimlashganlarga qaraydigan bo'lsak, eng yaqinlarda muqimlashganlarda bu yerda mau 3 chekit 141 chekit 59 degan. Bu 2018 yili shu novemberda qilgan ekanda, ya'ni 11-oyda qilgan ekan. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, mau har xil shu boshdan tortib burundan chiqqandan tortib masalan bor ekan 2011dan tortibda. Endi biz buningda shu muqimlashgan bir nashrni apaqli, masalan mau 3 chekit 3 chekit 141 chekit 59 deganni oldik. Qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda shu Maven dependency, Maven'ninki dependency'si bor. Agar sizning projectingiz Gradle bo'lib qolsa, Gradle'ninkini qilsangiz bo'ldi yoki boshqalarini mishadan tanlasangiz bo'ldi. Endi bizning projektimiz Maven project bo'lganligi uchun bu yerda ma'ni ko'chirib olsak bo'ldi. Copy qilib ilib, biz mau pom.xmlning ichiga kirib, dependency'sning ichiga paste qilib chapilsak bo'ldi. Chaplab bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu faqat shu dependency'ninki shu adres ekanda, buni yozsanglar bo'ldi, yozmasanglar bo'ldi. Bu bunda izohat berish shaklida izohliq. Endi biz bu yerga masalan Selenium deb yozib qo'ysak bo'ldi. Selenium deb yozib qo'ydik. Hozir bu qaraydigan bo'lsak, mana bu yerdagi xatoliklar ketdi. Chunki bizningki mau Selenium degan mau dependency'ni tushagandan keyin bu jar hujjatga tushib, bizningki bu yerdagi xatolik ismlarimiz o'ngshaldi. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, browser name deydi. Qaraydigan bo'lsak, buningki jar hujjati masalan grec 1da 7dan tuvan bo'lganligi uchun buni bir nashrni keltirib qilaylik. Endi mau o'ngshaldi. Endi biz Seleniumni tushadik. Endi Seleniumni tushirib bo'lgandan keyin biz mau adresini bekitishimiz kerak-da, ya'ni Chrome driver yoki Gecko driverni. Endi buninki tayyor dependencies bor. Biz shu dependenciesni ishlatish orqali biz bu kodni yozmasak bo'ldi. Chunki har birsiga birdan shu Gecko driver, Chrome driver, Opera driver deganni yozishimiz kerak. Endi buni biz yozmaylam, kodimizni oson qilish uchun yana shu MVN repositoryga kirib web driver manager deb yozsak, web driver manager deb yozgandan keyin bu yerda web driver manager IO chekit, GitHub chekit mau batechildi. Mau ichilgandan keyin buningdan biz mau qaraydigan bo'lsak, eng yangisi 4.2 ekan. Bu 2020 qurilgan ekan. 2020 septembr, ya'ni 9-oyda e'lon qilgan ekan. Qaraydigan bo'lsak, biz bayam projektni qurgan vaqtida mana group ID'si shu shirkatning torbeti, undan keyin project ismi degan mana mau GitHub IO ninki ismi ta'tursiga yozilgan, IO chekit GitHub, undan project ismi. Endi mau artifact ID'da shu projektning ismi yozilganda biz buni ko'chirib olaylik.
Köçürüp algandan keyin biz yana nega yapırmız? Bu dependency'sinin içige yana bir dependency'den birini qoşumuz. Qoşup bu dependency WebDriver Manager boldu. Biz bu yerge ismini WebDriver Manager dep yazıp qoyaylik. Yazıp qoyduk. Endi bu dependency'sini düşedik. Qoşqandan keyin bu jar öçütün düşedi. Endi bunu project qanday işletimiz degende bu yerda ma kodni endi öçürüp etsek boldu. Bu kodni öçürüp biz bu yerga yangidan bir kod yazımız. Endi bu yerga nim dep yazımız degende WebDriver Manager dep yazsak yazgandan keyin enter bilan shiftni bassak bu yerda har xil shu Chrome driverlar açıldı. Mesela Chrome driver, Chromium driver, Edge driver, Firefox driver degandekde biz bu yerdan Chrome'niki hazır boğalık için Chrome'na basımız. Chrome'na basqandan keyin check setup dep ba. Setup. Muşu bir kodni yazıp qo'ysak bayamqi adres berip muşu Chrome driver yoki Gecko driver'niki muşu qo'zg'atquchiniki adresini berishimizniki hech qanday hojat qolmaydi. Biz bunu muşu Maven orqali va dependencies qo'shish orqali qildik. Endi Firefox bo'lganlik uchun biz bu yerga WebDriver Manager checkit Firefox driver checkit setup deb buni bu yerga yozib qo'ysak bo'ldi. Undan keyin Operaga WebDriver Manager andan keyin Opera driver checkit setup deb yozib qo'ysak bo'ldi. Endi sizningki yana boshqa driverlaringiz bo'lsa, masalan, mani elib bu yerga yazib, bu yerga case'ga IE deb yozib qo'yib, yozgandan keyin andan keyin miyani biz o'zgartirsak bo'ldi. Mani o'chirib IE deb yozdik. Andan keyin miyani o'zgartiramiz. Bu yerga WebDriver Manager checkit IE yoki internet IE driver deb yerda balki mana IE driver checkit setup qilib yozdik. Bo'lgandan keyin biz bu yerda driver deb bir variable'dan birini qurib olgan. Endi buningda bir object quramiz. Driver tang bu yerga nima deb yozamiz deganda new IE driver deb yazsak bo'ldi. IE driver yoki Internet Explorer driver degandek Internet Explorer driver deb mana yozdik. Bu yozgandaki bizningki shu driver klassimiz hozir tamam bo'ldi. Endi bu test deganning ichiga kirib biz testdan birini yozaylik. Endi bu yerga men main methodni yozib, bu main method orqali bayamqi va driver klassimni bu yerda test qilsam bo'ldi. Endi men WebDriver'dan birini quraman. Bu yerga WebDriver deb yozib biz mana driverga avval import qilamiz. WebDriver'ni import qilgandan keyin driver checkit qilib equal qilib, ya'ni tam belgisini yozib driver degan sinfimizni chaqiramiz. Sinfni chaqirib bu yerda get driver deganni yozsak bizniki shu driver klassimiz, ya'ni driver shu WebDriver'dan birisi qurildi. Endi bizniki mana get driver degan qizdirib oldi. Hozir bu yerdagi driver, chunki bu yerdagi bizniki mana get driver degan static bo'lganligi uchun biz bu yerga private deb qo'yib, private static qilib, mush classlar ishlatmoqchi bo'lganligim uchun private degan shu access modifierni qo'shdim. Endi driver checkit get qilib Google ni yazsam bo'ldi. google.https://google.com qilib yozib baqay bizniki bayamqi kodimiz ishlamdi, ishlamamdi. Hozir mang'uzdim. Qaraydigan bo'lsak Google ochildi.
Mana Google açıldı. Bu endi o'chmay turib oldi-da. Chunki biz close deganni ishlatmadik. Bu close deganni qanday ishlatamiz deganda biz close deganni miyada WebDriver close'ni miyada ishlatgandik. Ya'ni Qt shaklda ishlatgandik. Endi biz buni chaqasak bo'ldi. Ya'ni driver checkit close driver qilib ma shaklda ishlatsak bo'ldi. Bu shu torbat ochilib bo'lgandan keyin o'chidi-da. Mana o'chdi. Qaraygansak ochilib bo'liblam o'chdi. Endi buni qanday qilib ochilib bir qancha sekund o'tgandan keyin o'chidi. Shuni qanday qilamiz degan vaqtida biz bu yerga mau close driverga bir saqlash vaqti bersak bo'ldi. Masalan, bu saqlash vaqtini qanday qilamiz deganda bu yerga thread deganni o'rganib o'tgandik. Threadda silib qilib buni masalan 2 sekunddan keyin o'ssin deb qildik. Bu 2 sekunddan keyin o'chirdi. Endi bu qizil belgi chiqib oldi. Endi biz buni miyada add surrounders with try cache qilib ma shaklda qilsak bo'ldi. Chunki biz bu yerga try cache ni qo'shmay throws deganni ishlatmoqchi bo'lsak, miyada nima cho'qim throws qilishimiz kerak. Ya'ni bu qanday bo'ldi deganda, masalan, mani as throws qilsam, hozir miya xato o'ngshildi, ammo manimi cho'qim throws qilishim kerak. Bunimi miyada add throws declaration qilib, exception'ni miyada declare qilishim kerak, ya'ni aniq qilishim kerak. Buni hamda hamma bir qancha yerda ishlatib qolsak, hamma masjidga buni throw qilib ifodalashimizning hech qanday o'rni yo'q. Shunga biz bu avarchilikni oldini olish uchun bu yerda throws deganni ishlatmay try cache ni ishlatish orqali bu boshqa yerda ishlatgan vaqtida shu throws degan hujjatni ya'ni throws degan keywordni ishlatib buni declare qilishninki oldini olsak bo'ldi. Hozir ma kodimizni sal o'ngshaylik. Biz avval ma'uni try cache ning ichiga yozaylik. Try qilib ma'ni cache qilib miyaga yozgandan keyin if else ni ma'ning ichiga yozib qilay, if ni yozib qildim. If ni yozgandan keyin kodimni miyada bunda o'chirib kodimni biraqor redlab qildik. Endi masalan bu yerda agar driver ya'ni null bo'lmay qolsa, biz bu yerga ya'ni 2 sekund saqlab, andan keyin driverni quit qilib, chekinib, andan keyin driverni null qilib qo'yamiz. Endi buni qaytadan mang'uzib qilaylik. Mang'uzib bu kodimizni bir sinaylik. Qaraydigan bo'lsak, Google ochildi. Ochilib bo'lgandan keyin 2 sekunddan keyin o'chdi. Mana o'chdi. Bu shu driver sinfimizni texmo ilgariltib yaxshilagan bo'ldik. Undaqda bugungi darsimiz mishakaygacha bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Keyingi darsimizda biz yana yangi hukmlarni o'rganib o'tamiz. Undaqda keyingi darsimizgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.